Abdulla Qahhor o'g'ri hikoyasi. Kampir tong qorong'isida xamir qilgani turib ho'kizdan xabar oldi. Ho'kiz yo'q. O'g'il ko'cha tomondan teshilgan. Dehqonning uyi kuysa kuysin, ho'kizi yo'qolmasin. Bir qop somon, 10-15 ta xoda, bir arava qamish. Uy ho'kiz topish uchun necha zamonlar qozonni suvga tashlab qo'yish kerak bo'ladi. Odamlar dod ovoziga o'rganib qolgan. Birovni eri uradi, birovning uyi xatga tushadi. Ammo kampirning dodiga odam tez to'planadi. Qobil bobo yalang bosh, yalang oyoq, yaktachgan o'g'il eshigi yonida turib dag' titraydi. Tizzalari bukilib ketadi. Ko'zlari javdiraydi. Hammaga qaraydi, ammo hech kimni ko'rmaydi. Xotinlar o'g'rini qarg'aydi. It huradi, tovuqlar qag'laydi. Kimdir shunday kichkina teshikdan ho'kiz sig'ishiga aql ishonmasligi to'g'risida kishilarga gap ma'qullaydi. Qobil boboning qo'shnisi burunsiz Elikboshi kirdi. U o'g'liga kirib teshikni ho'kiz bo'lgan ustunni diqqat bilan ko'zdan kechirdi. Negadir ustunni qimirlatib ham ko'rdi. So'ngra Qobil boboni chaqirdi va past tovush bilan dedi: "Ho'kizning hech qayoqqa ketmaydi, topiladi." Uning o'g'liga kirib qilgan tashvishi Qobil bobo bir umid bag'ishlagan edi. Bu so'zi haddan ziyod sevintirdi. Chol yig'lab yubordi. "Xudo xayr bersin, olg'a ho'kiz edi." Odamlar o'g'ri devorni qachon va qanday asbob bilan teshgani, ho'kizni qaysi tomonga olib ketgani, uni qaysi bozorda sotish mumkin ekanligi to'g'risida bahslasha tarqaldi. G'ovur bosildi. Qobil boboning kampiri yig'idan to'xtab, Elikboshini duo qila ketdi. Elikboshi o'g'ri teshgan yerni yana bir ko'rdi. Qobil bobo qo'l qovushtirib, uning ketidan yurar va yig'lar edi. Yig'lama deyman. Ho'kizning oq posha yo'l ostidan chiqib ketmagan bo'lsa topiladi. Elikbosh ho'kizni juda naqd qilib qo'ydi. Go'yo u ko'chaga chiqsa bas, ho'kiz topiladi. Bu Xudo yalaqagur. Shunchalik qilgandan keyin bir nima berish lozim-da. Tekinga mushuk oftobga chiqmaydi. Bu odam Elikboshi bilan o'zmuncha pul solishganmi? Mingboshining bir o'ziga 700 bog'beda bir toy bergani ma'lum. Podsholikdan oylik yemasa, Qobil bobo hamyonini qoqishtirib borini Elikboshiga beradi. Yana qancha duo qildi. Elikboshi beto'xtov Aminga xabar qilmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Kechqurun Qobil bobo Aminning oldiga boradigan bo'ldi. Quruq qo'shiq og'iz yirtadi. Aminga qancha pul olib borsa bo'ladi. Berganingga bitta ham ko'p, olganga 10 ta ham oz. Chol kampir kengashib shunday qarorga kelishdi. Bu chiqim oxiri va ho'kizni bo'ynidan bog'lab beradigan chiqim. Shuning uchun pulning yuziga qarash aldaqa emas. Qobil bobo ko'pra bo'lganda Amin og'zini ochmasdan qattiq kekirdi. Keyin baqbaqasini osiltirib kuldi. "Ha, sigir yo'qoldimi?" "Yo'q, sigir emas, ho'kiz. Ola ko'ziz edi." "Ho'kizmi? Ho'kiz ekanda. Ola ho'kiz. Tavba. Bo'ri yog'im shu bitta ho'kiz edi." Amin chinchalog'ini ikkinchi bo'g'ingacha burniga tiqib kuldi. "Yo'qolmasdan ilgari bormidi? Qanaqa ho'kiz edi?" "Ola ho'kiz." "Yaxshi ho'kizmidi yo yomon ho'kizmidi?" "Qo'sh mahali. Yaxshi ho'kiz birorta yetkazsa ketaberardimi?" "Bisotimda hech narsa yo'q. O'zi qaytib kelmasmikin? Birov olib ketsa qaytib kela ber deb qo'yilmagan ekanda. Nega yig'lanadi? Yig'lamasin." Qobil bobo yerga qarab tik qoldi. "Qidirilsammikin, dedi Amin chinchalog'ini ettining ostiga artib. "Suyunchisi nima bo'ladi?
suyunchidan chashna olib kelmadimi? Aminning bu gapi Qobil boboga "Ma ho'kizning" deganday bo'lib ketdi. "Kam bo'lmang", dedi pulni uzatib, "Yana xizmatingizdaman".